Mana mana shu eshitayotgan ovozinglar Tracker 2 ning chuluk vtulkasining ovozi bo'ladi. Bu mashinani akam salonga borib, mana shu ovoz uchun chuluk zbor alishtirgan ekanlar. Yo'qolmabdi. Xudo xolasa hozir biz quyma rezinkalar qo'yib, o'ziniki plastmassasi bo'ladi, bilasizlar. Rezinkalar qo'yib, mana shu ovozlarni ham yo'qotib beramiz. Asosan to'xtab qo'zg'alganda yoki kattalar bardurdan o'tganda chiqadi bu ovoz. Shu bilan birgalikda hadoylarni ham qilib beramiz. Mana o'zini saniy blogini ko'rasizlar. O'ynab ketadi, juda ham slabiy bo'ladi. Uni saniy blogi, mana ko'rasizlar, o'ziniki. Biz bunga Cobalt-ni qo'yib beramiz. Cobalt ancha proshinroq bo'ladi, ham baquvvat bo'ladi. Xudo xolasa mashinadan keyin mashina yumshoq holatda bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida o'zini prujinlarini ham olib tashlaymiz edi. Mana o'zini 6 ta aylanali prujinlarni olib tashlab, Cobalt prujini qo'yib beramiz. Amortizatorlarni ham bittada Cobalt-ni qo'yib beramiz. Mana mana shu ishlarni qilsanglar, mashina yumshoq holatda bo'ladi. Shunaqa xizmatlar uchun bemalol o'zingizga aloqaga chiqib olib kelsanglar bo'ladi. Pastda murojaat shu nomerlarni qoldirib qo'yamiz.